Do'stlar, mana shu videodan ko'rib, kattagina stol mebelimizni atigi 3 million so'mga xaridchilar bo'ladi. Kamiga vodiy bo'ylab dastavkalari ham ukasiz obunachilaringizga mutlaqo bepul deyapti. Assalomu alaykum Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Do'stlar, stol mebellarni optim, arzon, birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan Mansur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Hormanglar endi aka. Salomat bo'linglar. Do'stlar, Mansur akani, Farruh akani xonadoniga yetib kelganman. Oldin ham juda ko'plab xuddi shu joydan video olganmiz. Ko'plab obunachilarimizga chiroyli qilib o'z muddatida yetkazib berishyapti. Mana hozir uka yangilik modellarim siz obunachilaringizga 12 taligi 3 million so'mga tushirib qo'ydim narxini. 8,5 milliondan boshlab 3 million so'mgacha 12 talik komplektlarim bor ekan. Degani uchun mana video syomkaga yetib keldim. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bepul aka. Bepul. Falgaga o'rab berasiz mana. Falgalar uzoq joylar do'stlar, uzoq viloyatlar shilinmay kelami deganlarga falgaga o'rab bitta ham ochiq joyini qoldirmasdan jo'natishadi. Hozir ham o'zi obunachilarimizga ketayotgan Tojikiston hammasini adresini aytib bersa aka. Bo'ldi, adresini aytib. Nima gaplar? O'zingizlar yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Chiqaryapsizlarmi aka? Chiqaryapmiz aka. Xo'p, demak 12 taligi 3 million so'mga 12 taligi 3 million bor. Mashimi? Mashi. Mana. Do'stlar, buni ko'ringlar. Xo'p, bu aka materialimiz listoy materialda tayyorlangan. Xo'p, listoy material, beli ochiq varianti. Beli ochiq varianti. Xo'p, machalkalarchi? Machalkalarimiz yaxshisidanmi? Yaxshisidan, xudo xolasa, ezilmaydi. Xo'p. Stoli necha aka? Stoli 275 ga 1.6 bo'ladi. 1.6. Xo'p. Xudo xolasa do'stlar, hammasida stollarimiz shunday oyog'ini yiqitsanglar bo'ladi hammasi. Xon taxta bo'ladi. Hammasida bitta so'ramayman. Keyin buni yog'ochi listoy materialda bo'ladi. Kraskalar qanaqa aka? Kraskalari yaxshi turetskiy kraskalarda bo'lgan. Xo'p, mana modeli atirgul model ekan do'stlar. Xo'p, demak shu turishi aka 3 million so'mga vodiy bo'ylab yetib boradi. Vodiydan boshqa viloyatlar qanday bo'lyapti? Vodiydan boshqa viloyatlarga dastavkasi bor. Kelishilgan holda arzonroq shopirlar topib jo'natib beramiz. Urab, chiroyli. Do'stlar, endi iloji boricha eng yaqin vodiyga yo'lkarani bepul qilishgan, shu narxning ichida. Undan u yog'iga sizlarga iloji boricha arzonroq shopir Isuzular topib beradi. Xo'p, aka bunisi orqasi yopiq varianti. Beli yopiq. Orqalari pardalik 3,5 million so'm. Bu ham listoy materialda bo'lgan. Buni keyin bo'yi ham balandroq. Bo'yi ancha balandroq bunga qaraganda. Bo'yi ham balandroq do'stlar. Demak, bu beli yopiq, bo'yi balandrog'i bu 3,5 million so'm. Xon taxtasi ham xon taxta bo'ladi. Tumbasi ham bo'lakcha. Endi buni sal o'zgartirilgan varianti 500 ming so'm qimmatroq ekan. Stoli bir xil. Stoli bir xil. 275 ga 1 metr. Xo'p, endi aka keyingi modelimiz mana hali bagatilarga kelyapmiz do'stlar. Bular mana ham oyog'i ham gulli, keyin yog'ochi ham listoy emas. Yo'q, listoy emas, bu yong'oq materialda bo'lgan. Yong'oq, mana tepadagi guli xurrammidi aka? Xurram fason bu. Xurram fason mana do'stlar. Ko'ringlar. Xudo xolasa, bu chiroyli eskidan bor bu model. Ha, eskidan bor. Xo'p, bular yog'ochi yong'oq deyildi, kraskalar turetskiy deyildi. Nech pul aka, bu nechtalik keyin? Bu 12 talik 7 million so'mga tayyorlab beryapmiz. 7 million so'm. Bu ham xon taxta bo'ladi. Aka, bularni orasida hozir ketyaptimi egasiga? Ketyapti. Qayerga ketyapti bular? Bular Tojikiston, Buxoro, Samarqand. Ha, tushunarli. Mana do'stlar, bu tomonda ham bor. Videoda boshida ko'rsatdim. Hammasi shu videodan sotyapsizlar, ha? Bozorga chiqmaysizlar? Yo'q, bozorga chiqmaymiz. Oldingi videolaringizdan ko'rib telefon qiladi. Xo'p, do'stlar, shu ekranning tepasidagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Telegram, WhatsApplar bor. Mansur akam yoki Farruh akam javob berishadi. Telefonda endi to'liq ma'lumot aytiladi. Hali uzunroq desa zakazga ham qilib beraveramiz. O'zi qilyapsizlarmi? Ha, qilyapmiz. 24 talikgacha tayyorlab beryapmiz. Ha, tayyorlab beraverasiz. Xonasini o'lchab aytib berish kerak unda. Xo'p, mana do'stlar, mana qangi qoplama, bagati variantlar. Keyin buni qarasanglar, oyog'i ham simali. Keyin mayetda mana akvariumlar bor ekan. Chiroyli akvariumlar qilingan. Xo'p, bu necha kishilik aka? Bu ham 12 kishilik komplektimiz. Qoplama poson, yong'oq materialda. Simali tumbalik. 1.10 ga 275 bo'ladi xonimiz. 2.10 deng. 3.10 deng. Nechi? 1.10 ga 320 lik bu. Ha, 320.
320 ga 110 xon biri 10. taxtamiz. Buni yog'och qanaqa aka? Buni yog'ochi yong'oq. Yong'oqdan mana. Ha. O'zi bu qimmat modellarimiz hammasi yong'oq. Yong'oq bo'ladi. Arzon modellar. Arzonroq modellari ham bor. Misol baqateraydan tayyorlab bering deydiganlar bo'lsa, ular endi arzonroq bo'ladi. Bu mashturishi nechi pul? Mashturish 8,5 million so'm. Yong'oqli. Yong'oq. Oyog'i manaqa. Smola tumba bo'lsa, Ha, baqateray boshqa bo'lsa, puli arzonroq. arzonroq chiqaradi. Xon taxtasida o'zgarishlar kiritilsa, arzonroq bo'laveradi. Molar qanaqa donalimi aka? Ya, bular donali bular. Nechi puldan donasi? Donasi 200 mingdan tortib buyog'i Ketadi. osoniga qarab ketaveradi. Mana shu mo chekadagi nechi pul donasi? 200 ming so'm mana. Mashturishi 200 ming, ha? 200 ming so'm. Mana do'stlar, to'yxona, kafe, restoranlarga donali zakaz qilsanglar ham bo'laveradi. Tayyorlab beraveramiz. Xonani remontiga moslab, bular chiroyli gulini, nimasini chiqarish beradi. Xo'p. Endi aka, keyingisi kapalak ekan, ha? Ha, bu kapalak variantimiz. Mana do'stlar, kapalak, oyog'i gulsiz ekan, yog'ochchi. Yog'och yong'oq. Bunimiz yong'oqdan necha kishi? Bu 12 kishilik 12 talik, oyoqlari xon taxta bo'ladi. xon taxta bo'ladi. Stol 310 a? Ha, 310 110 ga 320. 320 ga 110 110 ekan stolimiz. Necha pul aytamiz aka buni? 6 million 300 ming so'm. 6 million 300 ming so'm. Endi aka qarang, bular mana sotilgan dedik. Telefon qilsa necha kunda bo'ladi? Telefon qilsa, xudo xolasa 3 kundan 1 haftagacha chiqarib beryapti, xudo xolasa. Xullas, uzog'i bir haftaning ichida aytgan narsasi tayyor bo'lib boradi. Endi yo'l endi 1 kun 2 kun bo'lishi mumkin. Sho'pirga o'tgandan keyin. Puli qanday bo'lyapti aka? Pulini 30% zakalat tashlashadi oldindan. Biz tayyorlab olib borganimizdan keyin ishni qabul qilib olib qolgan pulni berishadi. Uzoqjoylar sho'pirga berayotganingizda berib yuboradi. Chunki do'stlar, bular olib borganimiz deganiga e'tibor berib qo'yasizlar. Yaqin joylarga o'zlari olib boraveradi mashinada. Uzoq joylar, Toshkent deylik, Samarqand, Buxoro, Qoraqalpog'iston, ularga o'zlari olib bormaydi, sho'pirdan berishib Sho'pirga siz ishingizni topshiradi. Mana aka, ketyapti mebelingiz, sho'pirni qo'liga o'tdi degan paytda bularni pulini rasxod qilib qo'yasizlar. Chunki sho'pirni qo'liga o'tgandan keyin bularning qo'lidan chiqib ketadi. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, komplektimiz ham bormi aka bu? Ha, bu komplektimiz ham tayyorlab, klientga tayyorlab qo'yganmiz. Monika Cobra ekan, ha? Monika Cobra. Mana, Monika Cobra eng trendda bo'ladigan fasonlardan. Bular nechtalik bu? Bu ham 12 talik. Necha pul bular aka? Bular 5 million so'm. 12 talik. 12 taligi. Mana qoladi stol, ha? Ha, stol mana shunaqa bo'ladi. 10 taxtalik bo'ladi. Do'stlar, mana Monika Cobrani 5 million so'mga ola olasizlar. Yog'ochi aka? Baqaterak. Baqaterak. Bu mashturishi baqaterakmi? Ha, mashturishi baqaterak. Mana. Baqaterakli 5 million. Buni yong'oqligi necha pul? 6 million so'm. 6 million, ha? Unga ham kelyapti hozir. Mana keyingilarida bor ekan. Endi aka, mana modelimiz. Bitta chiqaring-da. Qanaqa ekan bu? Monika Cobra. Bu ham Monika Cobra, qoplama variant. Orqalari pardali. Xo'p, orqalari pardali. Keyin buni oyog'i ham gulli ekan. Ha, bu 3D posonda. Oyog'i ham gulli. Mayllari, machalkalar yaxshidan dedik. Machalkalar yaxshi. Xo'p, bunimiz ham 12 ta ekan. 12 talik bu ham. 12 talik stollari xon taxta bo'ladi. Monika Cobra qoplama, oyog'i gulli. Nech pul aka? 6 million 700 ming so'm. 6 million 700 ming so'm. Do'stlar, bu narxlar birinchi qo'l ustani klient bilan baraka bo'lgan narxini eshityapsizlar, xudo xolasa. Keyingisi aka bular. Keyingisi Monikani shu shampan svetdagisi, hozir yong'oq materialda bo'lgan bu. Mana 5 million bakateray degan bo'lsak, bunisi 6 million so'm yong'oq varianti. 6 million yog'och yong'oqdan. Mana endi bular bakaterayda ramasini arzonroq oladi do'stlar, yong'oqni ramasini qimmatroq oladi. Shunga qarab narx chiqarishaveradi. Mana oldi ko'rinishi, mana bu orqa ko'rinishi. Demak 6 millionga ketdi bular. Molar endi tayyor bo'lyapti. Ha, bular endi tayyor bo'lyapti. Mana mayeriga machalka, sideniya qo'yishadi, bu yerga spinka qo'yishadi. Shunaqa. Bu yong'oq aka, yog'ochi? Qorayib turibdi, yong'oq bo'lsa kerak. Bu yong'oq bu. Yong'oq ekan mana do'stlar. Endi tayyor bo'layotgan. Endi do'stlar, batafsil ma'lumot, ekranning tepasidagi nomerlar, telefon qila olasizlar. Telegram, WhatsApplar ishlayapti, xudo xolasa. Yo'l kira masalasini ham aytib o'tyapmiz sizlarga. Keyin hammasi 12 talik degan bo'lsak, mana 16 talik ko'rsatamiz. Bundan ham ko'proq kerak bo'lsa, zakazga qilib beraveramiz, deyapti. Muddatini ham aytdik, bir hafta uzog'i. Yo'l kira masalasini Dastavka vodiy bo'ylab bepul deyildi. Uzoq joylarga iloji boricha arzonroq sho'pir topib beramiz deyildi. Xudo xolasa to'liq batafsil ma'lumot berib ketyapmiz.
Yana kami qolayotgan bo'lsa, Mansur akamga, Farruh akamga aloqaga chiqib, xullas bemalol telefonda hal qila olasizlar ishinglarni. Aka bunimiz 16 talik ekan. 16 talik lisvoy materialda bo'lgan. Lisvoy moychechak ekan guli. Moychechak. Moychechak gullik. Keyin kraskalari, sepilishi, jilvillari hamma yo'g'iga e'tibor berib qo'yarasizlar. Chiroyli ishlar turibdi. Mayllari dumaloq ekan mana. Xo'p, aka buni 16 talik ekan. 16 talik variant. Xontaxta bo'lar ekan. Nech pul qo'yamiz? Buni 4 million 400 ga tayyorlab berdik. Qo'yil, 4 million 400 baraka bo'lgandan. Baraka bo'lgandan. Xudo xolasa do'stlar, mana Andijonda Oltin ko'lidan birinchi qo'l ustidan sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Mana shu uyda orqa tomoni sex bo'ladi. U yerdan ham oldingi videolarda video olganmiz. Endi kelsa ham bo'lardi aka. Kelsa ham behisob. Lakasi tashab beramiz. Lakasi tashab beraman. Xudo xolasa do'stlar, mana hammasini ko'rsatdik aka. Qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Bitta mehnatimizga like bosib, ustaning ham mehnatiga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, yana shunaqangi arzon birinchi qo'l joylari, Mansur akamning keyingi ishlarini ham chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Mansur aka, sizga ham katta rahmat aka. Xushxabarlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Do'stlar, e'tibor uchun hammaga rahmat. Mehnatimizga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz.